Assalomu alaykum. Bugun 2027-yilni versiyasini 3D Max chiqdi. Bugun o'shani ustunroq qilishni, qanday ustunroq qilishni ko'rsatib boramiz. Like, поддержка qilaveringlar, like bosib. Shuna bosib boringlar, shuna bosib boringlar. Qiyin emas, shuna bosib 5 sekund ketadi vaqtinglar, keyin qo'ng'iroqchani подписка tashlab qo'ysanglar, bizga поддержка bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda darsliklarni boshlaymiz. Hop, mana Telegram kanalimda 2027-yil Max faylari bor, kreklari bor. Buni skechat qilib olamiz. Skechat qilgandan keyin bitta fayl C diskda joy bo'lishi kerak. Men Y diskka tashlab Max degan faylni ochib oldim. Endi buni hammasini belgilab turib izolate qilib olamiz. Eng ziplarni eng yaxshisi WinRAR. WinRAR skechat qilib olish juda oson. YouTube'ga yozsangiz, Google'ga yozsangiz, sirasi skechat qilib olsangiz bo'ladi. Izolate. Okay. Hop, hammasini 3 ta faylni izolate qildi. Birinchi bo'lib internetimizni o'chirib olamiz. Keyingi o'rinda antivirusni o'chirib olish kerak bo'ladi. Правление защитalarini o'chirib olamiz. Keyin buni chiqaramiz. Okay. Kiramiz. Hop. Запустить именно администратор qilamiz. Keyin hop, sizlarda anoyinli kompyuterlar kamida hozirda paketlangan yengilroq bo'lsa, i14 paketlangan chiqdi, i5 14 paketlangan, 13 paketlangan ham yaxshi. Kamida 16 GB, 18 GB ham bo'ladi operativkalar. Video karta menda hozir CPU ni Toshsho'zdan oldi. Hop, kamida 8 GB bo'lishi kerak. Hop. Разрешение beramiz. Next. Hop, C disk tanlab olamiz. C diskda joy bo'lmasa, D diskga ham qilsa bo'ladi. Next. Bular bizga kerak emas. Uncha ishlatmaymiz. Biz install bekor C disklarda joylarni yeb turaveradi. Shuning uchun kerak emas. Install. Endi yana ozgincha kutamiz. Krekkini mana shu Telegram kanaliga tashlab qo'ydim. Endi izolate qilib olamiz. Izolate. Internetni o'chiramiz. Izolate. Klik. Okay. Klik.
Hop, Crack'le hozir ishlamayapti. Bundan ko'ra biza litsenziyasini o'chirib tashlaymiz. Autodesk Network litsenziya messengerni o'chirib tashlaymiz. Okay. Kırmızı. Litsenziyasiz ishlaydi. Crack qilish ham shart emas. Crack'da hozirda уже 2027-yildagi chiqqan versiyalarda уже ishlamayapti. Chunki уже Crack borligini bu Autodesk kompaniyasi o'zi biladi. Mana kiroldik. Ancha o'zgarishlar bor. Ishlayapti. Hop. Keyingi darslarda уже mana shu obzorlarni o'tib, xudo xolasa, подписка, like, kommentariy yozinglar.